Hammaga assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Qisqacha do'konimizni obzor qilib beraman. Mabodo kelinmayotgan odamlar bo'layotgansa, bemalol do'konimizdan shu video orqali tanishsa bo'ladi. To'rga 5 metrni avvalni bilan kvadrat metrini 208 ming so'mdan beryapmiz. Xo'p, bu yerda endi 2,5 ga 3,5 avvalnilar bu yerda turi ko'p. Eng arzoni 250 mingdan. Bu yoqda akril viskozalar bor. Kvadrat metri 600 ming, 700 minggacha bor. Bemalol tanlab olarsanglar bo'ladi. Qaranglar, fasonchalari ham juda ajoyib. Bular yangi kelgan tovardan Samarqand ishlab chiqaruvchisi va mana bu yerda bambukli gilamlarimiz kelgan. Buni voy, shunaqangi mayin endi. Qalin emas-u, bu mayinda, haqiqiy to'la. Tushungani ham o'zini vesini bemalol bosiladi. Buni 3 xil rasvetkasidan olib kelganmiz. Bitta ko'k, bitta yashil va bitta qizili sal naryoqda turibdi. Uni keroq ko'rsataman. Lekin sifatchasi в общем, ular bilan kvadrat metrini 1 million so'm qilib belgilaganmiz. Puliga ummat arziydigan, buni har xil razmerlarda buyurtmalar olib qolamiz. Va bu yerda shagi gilamlarimiz o'sha azaldan bor. Bunaqa shagilar deski xonalarga bo'ladimi, zallaga bo'ladimi, xullas xohlagan joyingizga solib beraveramiz. Buni qalinligi vashim, Buni qo'ylarni juniday bo'lyapti. Bularni kvadrat metrini 359 ming so'm qilib belgilaganmiz. Bu yoqda darushkalarimiz, bularni Eron degan darushkalarimiz nomi. Toblanadigan kvadrat metr 320 mingdan 80lidan 2 metrgacha bor. Bu yoqda arzonchi variantlarimiz kvadrati 59 mingdan Samarqandda yek brendiga tegishli, patta milka strichka 5 mm bo'lgan. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Katta 59 ming, 99 ming, 147 ming, 208 ming, 147 ming. Samarqandda o'sha ishib chiqqan nima cho'kma gilamchalari sifati hammasi juda ajoyib. Paxtali bor, polisterli bor. Mana bular cho'ntak bor, ham poliester, ham polipa aralashgan. Qalinligi ham o'rtacha segmentga kiradi. Kvadrat metrini 105 mingdan qilib belgilaganmiz. Mana bu nimamiz bor, gilamimiz. Bular Jizzaxda gilamiz, 89 ming qilib belgilaganmiz. Bular skidkaga tushgan. Xohlasanglar, olsanglar bo'ladi. Bozorda hali ham bular 120 ming sotilyapti. Imенно mana shu tillaranglar. Mana birontasi agar mabodo yoqib qoladigan bo'lsa, bemalol so'rasanglar bo'ladi. Agar mabodo narxini aytolmay o'tib ketgan bo'lsam, hop 89 mingdan buni aytdim narxini. Hop, buniki 105 mingdan Samarqand. Mana bu hop, bularniki ham o'sha 85 mingdan. Bu Samarqand sagidagi. Yana bu yoqda rasvetkalarni bemalol ko'ringlar. Boya buni qizilni ko'rsataman degandim. Boyagi 1 million edi. Mana qizilchasi ham mashina zo'r. Qizil bo'li qizil emas, tak bunday приятный bordoviy qilingan. Risumkachalari vashin zo'r. Bu yoqdan yana o'tamiz. Mana juda ko'p rasvetkalar bor. Yoqqanini tanlab olsangiz bo'laveradi. Bu yoqda endi neobechniy, avvalnilar, mana teriga o'xshatib qilinganlari bor. Bularniki ham o'sha где-то 165 mingdan boshlanadi. 600-700 minggacha bor kvadrat metri. 1ga 1,5, 1ga 2, 1,5ga 2,30 shunaqa razmerlari bor. Xo'p, kartinkalar uchun voy, shuni dahshat narsachalar mana bular kartinkaga solib qo'yasiz, просто для вид. Buni bir oyoq tagiga solinmaydi. Просто для красота deydi-ku. Shu bunaqa risumkalari ham bor. Mana tabiat. Mana Zenit kolleksiyamiz 188 mingdan qilib qo'yganmiz. Mana bularnikini 168 mingdan qilganmiz. Samarqandda Orzu kolleksiyasidan. Va bu yoqda yana o'sha boyagidaqa 1,5 ga 2,30 avvalni va kartinka uchun gilamchalarimiz bor. Bu yerda Samarqand, Eron, Turkiya aralash. Sifati zo'r 700 zichlidan 1,5 ming zichligacha bor. Yoqqanini tanlab olaverasiz. Mana bular 1,5 ming zichli. Men qo'l tugur muzor ham kirolmaydi, chang ham kirolmaydi ichiga. Chunki juda zich qilingan. Bu birinchi qavatimiz obzori. Endi pastga tushamiz. Pastda bizning metroviy gilamlarimiz bor. Video sal cho'ziladi, sababi magazinimiz sal kattaroq. Shuning uchun megabayt kattaroq bo'ladi. Erinmay ko'rsalaring, как shu muhitga tushgandek bo'laverasizlar. Hop, pastda savdolar
ketmoqda. Mijozlarimiz gilam ko'rishyapti. Hop, bular 59 ming so'mdan kvadrat metri. O'sha 5-6 millimetr qalinlikdagi o'rtacha segment yuqa gilamga ham kiradi desam bo'laveradi. Mana shu gilamlar ham bozorda 70 ming 80 ming kvadrat metr sotilyapti. Rasvetkasini tanlayverasizlar, rangiga pul qo'yilmaydi. Hop, bu yerda o'sha boyaga aytganimdek 89 millik o'sha Jizzaxda nimalari, bitta mana bunisi bor, sal qalinroq chiqqan 99 mingdan. Mana rasvetkasini tanlayverasiz, qizil, yashil, ko'k, allambalo ranglari bor, bular ham 59 mingdan qilib qo'yilgan. Daroshkalari ham xuddi shunday. Har xil nimalari bor, ranglari. Birontasi yo'q qilib bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rasanglar bo'ladi. Narxini hisoblab aytib beraman o'zim. Mabodo aytolmay qolsam 175 mingdan. Qariligi zo'r. Bu yoqda hop, Zenit kolleksiyamiz 195 mingdan, qalinligi zo'r, paxtali. Qalinligi vashim qalin bor-ku. Zo'r, zichligi ham zo'r. Mana bular Samarqandda sak high-tech variantlari. Mana pastdagi ham bular Yevroziyani high-tech variantlari. Narx-navolar hammasi aralash bo'lgancha hammasini hozir bitta-bitta aytayotganim yo'q. 195, 175 ga deydi, 109 minggacha bor, 99 minglik ham bor ekan. Mana. Yoqqanini belgilab jo'natib yuborsangiz narxini hisoblab beraman. Bu yerda price'da narxlarimiz ko'rsatilgan. Mana shu narxlar bo'yicha hisob-kitob bo'ladi. Narx-navo o'zgarmaydi. Birovga qimmat, birovga arzon degan narsa bo'lmaydi. Hamma bir xil narxda, arzon narxda oladi, xudo xolasa. Bular o'sha boya aytganimdek 59 minglik tomon. Hop, bu yerda daroshkalar, metrovilar. Hop, rezina palaslarimiz keldi kecha. Tayyor rezinali, usti palas. Bularnikini 130 mingdan qilib belgiladik kvadrat metrini. Sizlarga tez-tez o'zi 7 minutdan o'tib ketdi. Hozir megabayt katta, chunki ko'pchilik megabayt katta videoni o'chirmaydi. O'shaning uchun qisqaroq qilishga harakat qilyapman, maksimum qo'ldan kelgancha. Hop, 119 ming, 154 ming shunaqa atrofda kvadrat metri. 99 ming, 109 ming shunaqa. Mana rasvetkalarni ko'rishinglar mumkin. Mana bular ham takoy neobычный chiqqan. Yana dalishga davom etamiz. Bu yoqda hop, biz apparatimiz kelgan. Uyingizga borib tikib beradigan apparat. Bizdan ham gilam xarid qiladigan bo'lsangiz, yonlarini olib, tekinga chekkalarni kesib beramiz. Kimda qanaqa savollar bo'layotgan bo'lsa, pastda nomer qo'ldiraman. 91lik 197 35 32 raqamiga telefon qilib, bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Qanaqa savollar bo'layotgan bo'lsa javob beramiz. 724 aloqadamiz. Agar sizda gilam olishga, gilam sotishga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konimiz bemalol uyingizni, o'sha do'koningizni gilam bilan to'ldirib beramiz. Bu yerda paloslarimiz bor. Bularni kvadrat metrini 20 mingdan beryapmiz. Bular arzonchiroq variantlari. Ko'rishinglar mumkin. O'sha qizil yashil, o'sha eski nima, azaldan bir o'lmaydigan paloschalar. Mana bu yerda keyin gilam nusxali nimalarimiz kelgan. Sal ochaylik. Mana gilam nusxali palos hisoblanadi bular. Bularnikini 39 mingdan belgilaganmiz kvadratini. Arzon variantlar. Rossiyskiy paloslarimiz o'sha Samarqandda tafting nimalari. Bulardan ham bor. Bularnikini ham 59 mingdan belgilaganmiz. Hali ochganimiz yo'q. Mana bu yerda bazamiz. Bemalol yoqqanini sizlarga pachkada qilib berib boramiz. Nomerlarimni yozib qo'yinglar. 91lik 197 35 32 raqamiga 724 telefon qilinglar. Imkon darajasida javob beramiz. Qanaqa savollaring bo'layotgan bo'lsa, bemalol beraveringlar. Biz Telegram gruppamiz Belamus gruppasi, qo'shilmagan bo'lsangiz qo'shilib oling, xudo xolasa. Arzon narxlarda qilib beramiz. Bizda yetkazib berish, kesish, tikishlar mutlaqo bepul. O'zi yetkazib berish butun O'zbekiston bo'ylab bepul. O'shaning uchun qo'rqmasdan telefon qilaveringlar. O'lcham olish Jizzax viloyati bo'ylab, o'lcham olish, yetkazib berish, yana kesish, tikish ishlari mutlaqo bepul. Jizzax viloyati bo'yicha yetkazib berish butun O'zbekiston bo'yicha bepul. Shuning uchun telefon qilinglar, pastda nomer qoldiraman. Sog' bo'linglar.